Fardun aka, shunaqa katta hovlini to'liq rekonstruksiya qilish qanchaga tushadi? Bitta to'liq obunachilarimizga har bitta narsasini obzor qilib ko'rsataylik. Qancha ketganini ham aytib o'tamiz. Bu uyni rekonstruksiyada olganimizda bu juda eski holatda tushib qolgan edi. O'zi nima ishlar qilib bergansizlar bu? Bu yerda to'liq buzib, bitta eski narsasi qolmasdan chiqarib taylab, hammasini yangitdan, elektromontajdan, santexnik montajdan boshlab, polni yangi bo'ldi bu. Patologlarga nima ishlatgansiz aka? Hozir fasad qismini Tunikafon adashmasam. Yo'q, tunikafon emas bu. Alikafon ishlatganmiz. O'zi effektidan ma'lum. O'zi ko'rinishi chiroyli ekan, o'zi menga yoqdi. 450 kvadratdan ziyod alikafon ishlatdik bu yerda. Xo'sh, 450 kvadrat alikafon ishlatilgan. Bu 450 kvadrat alikafon qanchaga tushadi? Obunachilarga aytsak qiziq bo'ladi. 11 ming sal oshadi. 11 mingdan oshadi. 11 ming dollar. Xo'sh, devorlarga travertin. Bu yerga jiddiy travertin, bu tomonga toshli, haqiqiy travertin toshini ishlatilgan. Bularga qancha pul ketgan? Toshga juda ko'p, bularga nisbatan juda qimmat tushadi bu. Tosh ancha qimmat deyiladi. Tosh ancha qimmat tushadi. Toshniki 50 mingdan sal oshiqroq. 50 ming. Buni oldi, orqa tomoni ham tosh. Fardun aka, ko'rdim. Devorlarni pastiga granit ishlatgan ekansizlar. Shunaqa effektni kafel bilan chiqarib bo'ladimi? Mana shu granit bilan hozir shu formada effekt chiqqan-ku, buni lekin kafel bera olmaydi. Baribir bera olmaydi. Bunaqa qalinligida, bunaqa formani kafel bilan chiqarib bera olmaysiz. Bunaqa dizaynni chiqarib bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Kafel bilan bunaqa chiqmaydi, lekin bu effektni mana tosh ishlatgandan keyin granit qilgan ma'qul. Bu yog'ini kafel qilib, bu yog'ini tosh qilganda qilish tavsiya berilmaydi. Yo'q, tavsiya beriladi, lekin bunga yarashmaydi-da. Xo'sh, bu granitlarga qancha ketgan, qancha pul ketgan? Umumiy granitini o'ziga 18 ming atrofida pul ketgan shuni. Bitta past ustopuli, tosh hammasi ichida 18 ming atrofida pul ketgan. Fardun aka, shu jiddiy travertin tosh, mana bunaqa granitlar, keyin alikafondan tashqari yana qanaqa ishlar qilib bergansiz? Bu yerda tomini ham o'zgartirdik. Tomi o'zi yaxshi edi. Eski to'liq ochganmisizlar? To'liq ochib, keyin yopib. Tomni o'zi eski atsinkovniy tunkadan edi. Yaxshi qalin tunkada. Uni hozirgi zamonga moslashtirib, qanaqa material? Profnastil qildik. Profnastilni patcherepitsa urib berdik. Tomni narxiga kelsak, buzib yana qaytadan urish 1 kvadrati 100 mingdan tushdi. O'zi necha kvadrat bu? Bu yerga 450 kvadrat tom ham chiqadi. 450 kvadrat. 450 kvadrat tom chiqadi. Aka, yana boya aytib o'tdingiz, mana bu eshik romlar to'liq almashgan dedingiz. O'zi qanaqa material o'zi qo'yilgan? Qanaqa firma? Eski eshik derazalari yog'ochdan edi. Yog'ochdan. Saslansa lekin yaxshi edi. Hozirgi bu remontimizga to'g'ri kelmagani uchun hozirgi travertin mana u Engelbergdan almashtirib berdik uni. Engelberg. O'zimizni akfachilar, aka-ukalarimiz o'zimizdan. Fardun aka, mana bu yerda chiroyli letniy kuxnya ham bor ekan. Buni ham sizlar qilib berdinglarmi yoki bor edimi o'zi? Yo'q, bu kelganimizda yo'q edi. Sizlar qilib bergansizlar. Mana shu yerda joyini maslahatlashib, shu yerda to'g'ri kelgani hisobiga shu yerga joylashtirib berdik. Juda ham bu yerda 9 metr katta qilib bergansiz. Katta qilib berganmiz. Bitta qozon. Oilalari katta bo'lgani uchun bu yerda bemalol hamma narsa sig'adi. Buni ham granit bilan qilgan ekansizlar, ha? Bu ham granit tosh. Usti tosh, yoni buni kafel bilan. Bu pat granit qilgan. Bunga qancha ketgan aka? Buni faqat mana shu tagini o'ziga 1200 dollar ketgan. 1200 dollar tagini. Fasadini o'ziga 2000 dollarga tosh ketdi. Mana bunaqa vitishkalar ko'tarib. Shunday. Fardun aka, uyni ichini ham remont qilgan ekansiz. Qancha pul ketdi, nima ishlar qilib bergansiz? Ana shularni ham bitta hozir ichkariga kiramiz. Polni tushuntirib, necha pul ketgan, hammasini aytamiz. Bo'ldi. Fardun aka, bu kirishda zal qismimiz. Bu yerda qanaqa ishlar bo'lingan bitta aytib o'tsangiz. Bu zalimiz klassikada remont qilib berdik. Klassika remont qilish. Uzunligi buni 15 metrga 5 metr zal. 15 metrga 5 metr. Birinchi etajdagi katta zal shu. Yonida yana bitta jenskiy zal bor. Uni ham o'zi ko'rsataman. Bu devorlarga bu to'liq atachentor. Mana bunaqa chagalar ham o'rnatib bergan ekansizlar. Qancha pul ketgan? Muhimi shuni ayting, obunachilarga shu qiziq. Buni 1 kvadratini 250 mingdan faqat malarkasini hisobiga olsak, malarkani o'zi 250 ming kvadrat. Necha kvadrat? Buni endi mahsulotiga kelsak,
mahsulotiga 15 ming ziyod faqat mahsulotiga ketgan. Faqat mahsulot usta pulisiz. Usta pulidan tashqari mahsulotning o'ziga 15 ming dollar. Patologlarda podsvetkalar, Buni noodatiy- elektr jihozlariga alohida summa ajratilgan. Bu uyni Ama lyustrani o'zi bir 1000-2000 dollar turgan bo'lsa-ga 600 dollardan har bir donasi. har bir donasi ikkita bundan. Farqli aka laminatlarni ham ko'rdim. O'zgacha noodatiy qilib o'rnatilgan ekan. Bu qanaqa o'zi laminat? Bu yolka laminat. Buni 1 kvadrati 200 ming atrofida turadi o'zi. Urilishi 100 ming. Bunaqasini birinchi marta ko'raman rostdan. Shunday. Noodatiy zo'r chiqargan. Buni effekti oddiy laminatdan 2 barobar ziyod. Effekti. 2 barobar qimmat ham ko'rsatadi. Shunday. Faridun aka, ayollarning eng sevimli joyi oshxonaga keldik. Bu yerda qanaqa ishlar qilib bergansizlar? Aytib o'tsangiz. Buni polностью demontaj edib noldan qilib berganmiz. Polnoldan. Noldan. Kuxnyaning rangini qarang. Korishniy bilan oq Kombinatsiya. kombinatsiya bo'lgan. Bu texnikalarni ham sizlar o'rnatib bergansiz. Texnika Ponli Bosch kompaniyasiniki. Qanchaga ketgan texnikaga? Texnikani o'ziga 6,5 ming dollar pul ketdi. Texnikani o'ziga Texnikani 6,5 ming dollar. Xo'sh, mana bunaqa mebel, stollar Kuxnya mebel polностью bu bilan mana shu astrologni o'zi 4600 dollar kuxnyani o'zi. 4600 dollar. Bular qanaqa material aka? Yog'ochlar har xil bo'lardi. Krashin MDF. Krashina MDF. Faridun aka, patologni ko'raman. To'liq gipsokartondan qilingan, adashmasam. Bu yerni remontini uslubi neoklassika, skromniy neoklassika qildik. Patologini ham 3 qavatli gipsokarton qilib, atrofi ham hammasi Har xil podsvetka. gipsdan dekor. Gipsdan dekor. Faridun aka, bu yerga mebel ham o'rnatib bergan ekansiz. Aka, bu qayerda mebel o'zi? Mebeli чисто итальянский. Чисто итальянский. Komplekt. Komplekt ikovi 3800 dollar. 3800 dollarga mebel. Komplekt. Bitta shuni o'zi. Shu ikovi komplekt shunday tushdi. Aka, mana bu adashmasam 12 to'shan. Yo'q, 12 soch effektini beradi, lekin bu kalyonli oynadan chiqarilgan. Mana shu oynani o'ziga, mana bu yer ham oyna ekan, adashmasam. Ana shular qanchaga tushgan aka? Umumiy shu yerni oyna ishlatgani 1200 dollar bo'ldi. Bitta oynani o'ziga 1200 dollar. Faridun aka, oshxonani vidini yanada ochib beradigan yana bir narsaga ko'zim tushib qoldi. Bu lyustra aka. Lyustra haqida ma'lumot berib o'tsangiz, qayerniki bu, qancha turadi? Lyustrani umumiy qilib aytamiz. Bu yerda umumiy yorug'likni, mana bu podsvetkasi, galogenlari, lyustrani o'zi общий 420 dollarga tushdi. 420 dollarga lyustrani o'zi. Faridun aka, koridor bilan kuxnya poliga to'liq kafil qilingan ekan. Bu odamlarga noqulaylik tug'dirmaydi, sovuq bo'lmaydi. Yo, buni pol tagini 100% chopli pol qilganmiz. Hozir ham iliq bo'lib turibdi, sezgan bo'lsangiz. Sezdim. Bu noqulay emas, shunga ham oshxona bo'lgani hisobiga juda ham qulay. Qulayligi uchun. Juda qulay artib olishga ham. Bu qancha ketgan aka? Kafelini o'zi kvadrati 200 ming atrofida. Kvadrati 200 ming. Xitoy kafeli. Terilishi 120 ming, 130 ming atrofida. Faridun aka, bo'lmasam boshqa xonalarni ham bitta ko'raylik. Hozir bu pastda hol va yana bitta ikkinchi zal bor, maydaroq. Shuni ko'rib, ikkinchi etajni ham ko'rsatamiz. Bu esa ikkinchi zalimiz. Bu birinchi zaldan anchagina maydaroq. Bu 7 ga 4,5. Kirganda birinchi ko'zimga tushgan narsa aka, lyustra. Dahshat chiqibdi lekin. Bu necha metr o'zi? Lyustraning o'zi 3,5 metr uzunligi. Narxi qancha aka? Narxi sal ulardan anchagina farq qiladi. Ko'rinib turibdi o'zi viddan. Bir o'zi lyustraning o'zi 2200 dollar. 2200 dollarga lyustra. Faridun aka, ko'rdim, mana shu har bitta xonaga adashmasam devorlariga attachent ishlatgansiz. Har biriga alohida unaqada dizaynda. Alohida dizayn. Bir-biriga o'xshamaydigan dizaynda qilib, bu yerni neoklassika, skromniy neoklassika qilib remont qilib berdik. Hozir yuring ikkinchi etajni ham ko'rib chiqamiz. Bu yer ikkinchi etajning kattagina hol qismi. Bu yerda TV zonasini ham joylashtirib ketganmiz. Ikkinchi etajning o'zida 5 ta spalni, bitta katta sanuzel bor. 5 ta spalni, bitta katta sanuzel. Mana bittasiga kirib ko'rsataylik. Bu ikkinchi etajdagi 5 ta spalnining bittasi. Faridun aka, bu devorlariga to'liq attachent qo'ygansiz bu xonalarga adashmasam. Bu o'zi umumiy uyimizda hamma devori 100% attachent bo'lgan. Ayni dahshat neobычный chiqibdi lekin. Har qaysi xona har xil rangda zo'r chiqqan har bittasi. Bitta bo'lmasam sanuzelda ko'rsatib o'taylik obunachilarga. Shu tarafda adashmasam. Ikkinchi etajdagi sanuzelimiz. Bu yerda rakvina joylashtirilgan.
kiraverishda. Bunisi hojatxona. Teoriyada hojatxona. Bunisi kattagina vanna. Bu har bitta xonasiga adashmasam 2 xil kafel rangi ishlatgan ekansiz. Kombinatsiya qilib 3 xil kafel ishlatilgan. Qo'lida 60 ga 60. Vanna necha pul aka? Vannani o'zi $1200. 1200 dollarga vanna. Bunisi smesителni ko'rsating. Smesitelni o'zi $650 turadi. Smesitelni o'zi 600. Bu obyektda qilib bergan remontimizni hozir yarmini ko'rsatib oldik. Shu har bitta etap, har bitta xonasiga qancha pul ketgan sizlarga aytib o'tdik. YouTube va Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Biz shunaqa uylarda remontiga qancha pul ketadi, obzor qilib ko'rsatamiz. Bizda kuzatishda davom eting.